bilet sotadigan joylar bor, bilamiz hammamiz. Shunaqa joyga bir inson boradida, bilet sotadigan odamga "Mani yoshligimga bitta bilet bering" deydi. Endi taajjub, siz bilan menga savol bersa ham, aka bu yerda sotilmaydi undaqa bilet deymiz. Xuddi shunday o'sha kassada o'tirgan bilet sotadigan odam ham, aka bundaqa bu yoshlikka bilet yo'q. Bundaqa bilet sotilmaydi bu yerda. Siz qo'limdan kelmaydigan narsani so'rayapsiz. Haligi odam takroran iltimoslar qilib, yalinib, kerak bo'lsa ko'zida yoshi bilan haligi bilet sotadigandan yoshligimga bitta bilet qilib bering, 1 minutda boraman va kelaman deydi. 1 minutga vaqt bersiz bo'ldi. Bundan oshiq muddat bo'lmaydi dedi. Haligi inson qarasaki iloji yo'q. Bu aqli zaifmi? Gap bo'pti, mayli. Hop, men qilib beraman sizga bilet. Hop, topib ham beraman, imkoniyatini ham qilib beraman aziz. Faqat bitta shart bilan. Bu shartni bajarsangiz bo'ldi. Hop, bajaraman. Qanaqangi shart bo'lsa bajaraman. Siz 1 minutga deyapsiz. 1 minutda yoshlikka nima uchun borib kelasiz? Bir minutda qanday yoshlikka borasiz, nima ish qilasiz 1 minutda deganlarda haligi odam aytgan ekanki, otam bilan onam dunyoda vafot qilib ketgan. Ularni duosini ola olmaganman. Ulardan meni kechiring deb so'ray olmaganman. Boraman ularni qattiq bag'rimga. Ularni qattiq bag'rimga bosib, ulardan kechirim so'rab, ularni mana shu 1 minut ichida to'yib ularni oldilaridan nafas olib qaytib kelaman. Menga qilib bering shuni degan ekanlar. Ota-onamiz hayotlar, bugun uni boring, hozir boring deb chiroyli duosini oling. O'tgani bo'lsa boring, ulardan qolgan yodgorlik bor. Ota-onalarimizdan qolgan yodgorlikni boring, duosini oling, otamiz, onamiz xursand bo'lsin. Bugun boring, bir miskinni boshini borib silang, xursand qiling, yetimni boshini silang. O'sha Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir yetimni xursand qilganligi uchun ummatining 3dan 2sini Xudo taolo gunohini kechirdi.